Ishonchim komil, mana shu yilda men minimum 1 milliard easy ishlash mumkin. 1 milliard dollar. Yaratilgan sharoitda nimada farq bor? Trampning o'g'li Erik Tramp keldi. Qonunchilikni ko'tarish kerak. Va hammasining market kapitalizatsiyasi milliard dollar. Oddiy yerda borib shkaturka qilib shuvoq qilib yurgan bolani biz o'rgata olamizmi? Prizonada o'tishingiz mumkin. U yerda nalog yo'q. Battar pul kirib kelyapti. 1 yildan keyin shu 1000 dollar 30 mingga aylanadi. Insonlarni aldaydigan scam coinlar ishlab chiqarishdan. Lekin buni tagida mehnat harakati yotibdi. Katta kompaniyalar kerak emas. 50% yaxshi bo'lib ketishi mumkin, 50% risk bor. Inson tushunmaydigan joyda, pul ko'p joyda faqat aldov bo'ladi. Sizni bu g'oyalarni gaplashadigan odamlaringiz qaysi davlat? Hozir hammadan so'rasangiz kriptovalyuta bilan shug'ullansangiz, yo mashinik deb o'ylaydi, yo qamalaman deb o'ylaydi. 27 milliard so'm atrofida davlat boji. Arablar mustamlaka bo'lmagan, u bo'lmagan. Juda ham tez qarz olib bilasiz. U 10 million, 1 million, 2 million dollargacha bo'lishi mumkin. Ishonchim komil, mana shu yilda men minimum 1 milliard easy ishlash mumkin. 1 milliard dollar